Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan amerikalik yozuvchi Jerom Selingerning Javdarbzadek xaloskor kitobi haqida gaplashamiz. Bu kitob 1951-yil dunyo yuzini ko'rgan va nashr etilishi bilan qisqa vaqt ichida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Kitob uchun muallif 10 yil vaqtini sarflagan. Bu kitobni bu kitobni Time jurnali 2005-yilda 1923-yildan beri ingliz tilida chop etilgan 100 ta eng sara kitoblar ro'yxatiga kirgan. Bundan tashqari Modern Library nashriyoti 20-asrning eng sara 100 ta kitobdan biriga kirgizgan bu kitobni. Bu Amerikada va juda ko'plab mamlakatlarda o'zidagi leksikondagi beparda so'zlari tufayli senzuraga uchragan. Ko'p davr mobaynida Amerikani o'zida bu 61-yildan 1961-yildan 82-yilgacha davr oralig'ida taqiqqa uchragan. Lekin shunga qaramay bu kitob Amerikada eng ko'p o'qilgan adabiyot sifatida ikkinchi o'rinda turadi. Demak, kitob syujetiga kelsak, kitob nima haqida? Kitob 16 yoshlik o'smir yigit Holden Caulfield degan bolaning maktabdan fanlarni o'zlashtira olmaganligi tufayli haydalishidan boshlanadi voqealar. Qahramonimiz ota-onasini uni tushunmasligidan, uni muhokama qilishi, jazolashi, ayblashidan qo'rqib, mana shu qo'rquv tufayli uyga bormay, Nyu-York bo'ylab 3 kun davomida boshdan o'tkazgan voqealar, sayohatlarini o'z ichiga oladi. Qahramonimiz Holden Caulfield bu isyon ramzi, isyonkorlik ramzi hisoblanadi. U mana shu atrofdagi olam, dunyo, jamiyat qonun-qoidalariga bo'ysunishni istamaydi. Odam kattalarni hayotiga o'tishni istamaydi. Bolalikda qolishni xohlaydi. U kattalardagi ikkiyuzlamachilik, yolg'on, mana shunday jirkanch illatlarni juda nafratlanadi va mana shu kattalar hayotiga o'tishni istamaydi. Bolalikda qolishni xohlaydi. U bolalarni ko'proq suyadi, yaxshi ko'radi. Bolalardagi beg'uborlik, begunohlik, poklikni juda yaxshi ko'radi, qadrlaydi. Shuning uchun u singlisi Fibi bilan juda yaxshi chiqishadi, uni juda yaxshi ko'radi. Hop, asar orqali muallif nima demoqchi bo'lgan? Demak, bu asar qahramoni Caulfield, sarkash qahramonimiz hayotda o'z o'rnini topishga harakat qiladi, o'zligini topishga harakat qiladi, lekin topishda qiynaladi. Hech kim uni tushunmaydi. U ko'pchilik bilan chiqisha olmaydi, topisha olmaydi, uni hech kim tushunmaydi. Ota-onasi ham uni tushunmaydi deb o'ylaydi. O'zini yakka yolg'iz his qiladi. Atrofdagi olamdan o'z qobig'iga o'ralib olgan bo'ladi. O'zini tajovuzkorligi bilan o'zini mana shu qobiqqa o'rab oladi. Qahramonimiz singari barchamizni bu voqea, bu hissiyot, bu kechirishlar hammamizni boshimizdan o'tgan. Deyarli barchamiz bu narsani o'tkazganmiz. O'smirlik davrimizda, xuddi shu davrda biz ham, ya'ni o'tish davrida bo'lganimizda eslab ko'rsangiz, bizdagi o'zgarishlar, ruhiy tomonlar, biologik tomon, gormonal tomon o'zgarishlar bizga ta'sir o'tkazgan. O'zimizni tushuna olmay qolgan paytlarimiz bo'lgan. Hech kim bizni tushunmayotgandek tuyulgan, ota-onamiz, yaqinlarimiz hech kim bizni tushunmasdek tuyulgan, o'zimizni yolg'iz his qilganmiz, o'zimizni tushuna olmaganmiz, o'zimizni nima bo'layotganini, o'zgarishlarni anglay olmaganmiz. Xarakterimiz o'zgarishlarini, mana shu xarakterimizdagi o'zgarishlarni ota-onamiz ham tushuna olmagan, farzandim o'zgarib qoldi, boshqa bo'lib qoldi degan qo'rquvlar ularda ham bo'lgan, barchada davrda o'tgan. Aynan shu narsa yana shu kitobda yoritib berilgan. Ya'ni bolalikni tugashi, bolalikdan kattalar hayotga o'tib borishdagi vaziyat, holatlar. Bunda nimaga e'tibor berish kerak? Muallif bilan nima demoqchi, nimaga e'tibor berish kerakligini tushuntirmoqchi. Ya'ni ota-onalarga, bizga diqqatimizni nimaga yo'naltirmoqchi bo'lgan? Mana shu davrda bo'lgan paytda yaqinlarimiz, farzandlarimiz
oila a'zolarimiz mana shu yoshdagi ularga ko'proq e'tibor berishimiz, ularni shu paytda yolg'iz qoldirmasligimiz, qo'llab-quvvatlashimiz, ularni tushunishimiz kerakligi haqida. Chunki bu davrda ularni to'g'ri yo'lga boshlab, qo'llab-quvvatlab tushunib turilmasa, mana shu davrda ular har qanday yo'nalishda, har xil yo'llarga kirib ketishi mumkin. Asar nega bunday deb nomlanadi? Shu nomlanishiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, kitobni o'zida aytiladi, ya'ni Holden singlisi bilan muloqot qilayotganda, gaplashayotganda singlisi undan so'raydi, ya'ni sen kim bo'lmoqchisan deganda, u bolalarni, javdozorda o'ynab yurgan bolalarni jarlikda qulab ketishidan saqlab qoluvchi xaloskor bo'lishni istayman deydi. Ya'ni bu ramziylik yashiringan, qanday ramziylik? Ya'ni bu yerda o'sha bolalarni jarlikka qulashdan saqlab qolish orqali u kattalarning yolg'onchi, ikkiyuzlamachi, jirkanch hayotiga bolalarni erta kunda tushib qolmasligidan saqlab qolish. Mana shu ma'noda shu nom berilgan. Asarni o'qir ekansiz, ehtimol sizda bu u darajada katta taassurot qoldirmas, nega katta darajada rezonans keltirib chiqqanini tushunmassiz, lekin bu o'sha o'z davri uchun chop etilgan 50-yillar uchun bu katta portlash bo'lgan. Negaki o'sha davrda ya'ni madaniyatlar o'zgaruv, almashuv bo'layotgan davr, insonlar madaniyati, ongida o'zgarish bo'layotgan payt, ana shu juda katta talab bo'lgan bu narsaga. Bu kitobni tanqid qiluvchilar ham, o'quvchilar ham bo'lib keladi, ikki lagerga bo'lib yuborgan bu odamlarni. Buni noto'g'ri talqin qilgan, noto'g'ri tushunganlar ham bo'lgan. Jumladan AQSh prezidenti Ronald Reygan joniga qasd qilgan qotil ham politsiya ushlagani kelganda mana shu kitob bilan qo'lga olgan. Undan tashqari Jon Lennon, mashhur musiqachi Jon Lennonni ham o'ldirgan qotil Chapmanni tutishganda mana shu kitobni o'qiyotgan bo'lgan va so'rov davomida u shu kitobni o'qish davomida unda musiqachini o'ldirishga yashirin ma'nolar borligini topganligini aytgan. Va undan tashqari yana bir qotil Amerikadagi mashhur bir aktrisani o'ldirganda ham mana shu kitob bilan qo'lida ushlashgan uni. Ushbu kitob o'zbek tiliga tarjima qilingan 2020-yilda Asahi Book tomonidan. Tarjimonlar Zuhra Rahimjonova va O'g'loy Mirahmatovalar. Ajoyib kitob, ajoyib tarjima. Siz ham albatta o'qimagan bo'lsangiz bu kitobni o'qib chiqing, fikringizni bildiring. Katta rahmat.